Yangi tug'ilgan chaqaloqlar sarg'aysa va u uzoqroq muddat davom etadigan bo'lsa, uy sharoitida qanday qilib bilirubin miqdorini aniqlash mumkinligi haqida o'rgataman. Chaqaloqlarda sariqlik o'zi nima? Chaqaloqlarda uchraydigan sariqlik bu neonatal jaundice nomlanadi va u ikki xil ko'rinishda bo'ladi: fiziologik hamda patologik. Fiziologik sariqlik agar yangi tug'ilgan chaqaloq oy kuniga to'liq yetib tug'iladigan bo'lsa, 14 kungacha, oy kuniga yetmasdan chala tug'iladigan chaqaloq bo'ladigan bo'lsa, unda 21 kungacha davom etadi. Sarg'ayish o'zi chaqaloqlarda 2-3 kundan boshlab yuzaga kelishni boshlaydi. Bunda chaqaloqlarning jigarida bilirubinni qayta ishlash jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bilirubin o'zi nima? Bilirubin bu eritrotsitlarning parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan safro pigmenti hisoblanadi. Eritrotsitning tarkibiy qismida gemoglobin mavjud bo'lib, gemoglobin parchalanishidan bilirubin hosil bo'ladi. Agar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sarg'ayish alomatlari kuzatilsa, bolani badanining rangi to'q sariq rangda bo'ladi va undan tashqari ko'z sklerasi sap-sariq rangda bo'ladi. Bunaqa chaqaloqlar ko'proq uyquchang, ishtahasiz bo'ladi yoki bo'lmasa injiq bo'lib qoladi. Shundan bilishimiz mumkinki, bu o'sha bosh miyani zararlayapti.